Men qanaqa tushundim uni? 13 yoshli qiz o'zidan katta bolani sevib qolsa, bo'ladi-ku endi. Bo'ladi. U bola ham tushuntirishga harakat qiladi, misol uchun. Siz hali kichkinasiz, u yoq bu yoq deydi-da. Qamalib ketishi mumkin. Qamalib ketishi mumkin deydi-da. Tipa qizga qanaqa anaqa qiladi-da. Men hozir siz bilan ko'risha olmayman yoki siz bilan gaplasha olmayman, chunki zararli ishlarim bor desa, u qiz tasavvur qiladi-da. Vatanni qutqarayotganmikan, urushda qatnashayotganmikan, qizchalar shunaqa tasavvur qiladi. Meni fikrimcha, u film ham shu narsa haqida bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni kichkina qizcha o'zidan yoshi katta odamni sevib qolsa, qanaqa qaraydi dunyoga. Ya'ni ko'p animelar o'z aslida shu narsa haqida. Tipa fantastika bo'lib, voy fantastika erta emas-da. Chuqurroq qarasang, balki bu fantaziyadir. Fantastika emas. Orada ham yaxshi dialoglar ham ketib qoladi animalarda, yaxshi gaplar, misol chitatni gaplar, hayotiy gaplar ko'p qo'shiladi lekin animalarda. Lekin animelarning hammasi yaxshi demoqchi emasman. Rostdan haligi treshlari juda ko'p. Meni fikrimcha bir foizda hisoblasang, bir 85% bo'lsa kerak. Nimaga? Chunki animening o'zi ko'p-da. Cho'zilgan ham, hammasi cho'zilgan. Misol uchun 85% ham hozir animeshlikda chiqib, voyda, men 100 ta yaxshisini ko'rganman-ku deyish mumkin. U 100 ta 1000 tani ichida bo'ladi. U 100 ta butun anime industriyani 1% ham bo'lmaydi-da.